Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Standard Deviation haqida gaplashamiz. Hop, bu ICT kursini davom bo'ladi. Qo'yib borayotganim bilaman. Ancha cho'zilib ketdi oralari. Chunki men o'zim darsliklar bilan unaqa YouTube'ga vaqt ajrata olmadim darslik bo'yicha. O'shaning uchun hozircha sekin-sekin oxirgi o'zi mavzularimiz yakunlab bormoqda edi. O'shaning uchun sekin-sekin ana endi qaytib yana o'sha mavzularni tugatib qo'yib, o'zi adashmasam 6 tacha darsimiz qoldi sizlar bilan. Mana shu 6 tacha darsdan keyin tugatsa kerak. Ya'ni tugasa kerak mana shu ICTni bunaqa playlist kursi. O'zi o'rganadigan narsa bor, ya'ni ularni sekin-sekin Xudo xohlasa qanaqa o'rganishinglarga qarab, ya'ni mana shu darslikdan qanaqa rezultat bo'lganiga qarab ularni qo'yib borishda davom etamiz. Chunki ular ham ancha kerakli narsalar. Hozir sizlarga o'rgatayotganim bu ICTni bazaviy nuqtalari. Hop, bugun gaplashadigan mavzuyimiz Standard Deviation modeli. O'zi bu nima degani? Ya'ni Standard Deviation ya'ni biz qatlarda aniqlashimiz kerak bu narsani. Mana shularni bugun ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, hozir men sizlarga slaydga o'taman. Hop. Ana endi Standard Deviation'da boshidan tushuntirsam, Standard Deviation bu biz masalan, ya'ni burilish nuqtalari bo'ladi-yu, Smart Money Reversal qilgan burilish nuqtalarida ishlatamiz buni. Ya'ni biza target nuqtalarimiz qayergacha qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaysi nuqtagacha qo'yishimiz afzal. O'sha haqida ya'ni ma'lumot beradi bu Standard Deviation. Standard Deviation'da ma'lum nuqtalari bor. Bugun mana shu nuqtalari nimani anglatish haqida gaplashib chiqamiz. Hop, birinchisi bu biz nastroykasini o'rganib olishimiz kerak Standard Deviation'da. Standard Deviation'ni nastroykasini ko'rib turganinglar, men bu yoqda -1 olib tashladim. Yana hozir misolda ko'rsatganimda chartda o'shanda masalan nastroykasini ochib beraman ranglari bilan. O'zinglarga bemalol uстановка qilib olsanglar bo'ladi o'sha nastroykani. Hop, bu yoqda biz ko'ryapmiz 0 urvini bor, 1 va o'zi undan keyin -1 urvini va -2, -2,5 va oxiri -4. Xohlasalar bir xil 4,5 ni ham qo'shadi. Lekin mana shu -4 gacha o'zi olsa ham bo'ladi. Mana shu -4 gacha o'zi yozilgan, -4 gacha deb yozilgan. Hop. Ana endi biz hozir keyingi slaydga o'tsak. Hop, bu yoqda ozgincha example bergan chapda, ya'ni qanaqa example? Bizda hop, bizda ko'ryapsizlar, narx o'sish trendida kelyapti. O'sish trendida kelyapti-da, undan keyin nima? Razvorot, ya'ni razvorot nuqtasini berdi bizga. Hop. Mana bu joyda bizga razvorot nuqtasini berdi va biz nima qilishimiz kerak? O'zi bu yoqda hozir mana bu joyga masalan 0 urvinini qo'yib va bu joyimizga biz 1 urvinini joylashtiramiz. Mana shunda bizda o'zi mana yerda -1 bo'lishi kerak. -1 da ketidan mana -2 va mana bu -2,5 nuqtalarigacha ilib boramiz. Hop. Razvorot bo'ldi. Mana shu high nuqtadan mana shu low nuqtagacha Standard Deviation'ni tortamiz. Mana shu tortganimizda bizda nima paydo bo'ladi? Mana shunaqa uje boyagi nastroykamiz chiqadi. Mana endi bizning target nuqtalarimiz uje masalan qayerdandir bitim kirdik. Masalan mana bu order block buzilishidan deylik. Buzilishidan bitimga kirsak yoki nima aytdik, fuziladan MSS bo'lgandan keyin bitimga kirasizlar, ikkinchi MSSdan ham kirsanglar, bitimga kirgan bo'lsanglar, men qayergacha ushlayman сделка. Masalan, aniq bir target topa olmasanglar, o'zi asli yaxshi targetlar kunlik high va low'li bo'ladi. Mana o'shalargacha agar intraday trader bo'lsangiz, o'shangacha target qilgan ma'qul. Agar target topa olmasangiz ham bu qo'shimcha, ya'ni plyus tarafi ya'ni mana shu dars mobaynida ko'rsataman chartda. Mana shu nuqtalar bor. Mana shu nuqtalar bizga
nima deydi, projection vazifasi bo'lib beradi. Projection nima degani? Bu kelib turib narx, masalan, bundan reversal ham bo'lib ketishi mumkin. Reversal ham bo'lib ketishi mumkin yokida buni buzib o'tib, дальше уже ya'ni maksimum expansion -4 gacha qarab ketishi mumkin. Ya'ni expansion degani trend. Hozir selda ketyaptimi? Mana shu trend yana дальше -4 gacha tushib ketishi mumkin. Xo'p, o'zi standard deviation shu unaqa qiyin narsa emas. Faqat shu настройкасini topib, mana shu ustalagacha ishlab, o'sha yertaga nima desam bo'ladi, likvidностьlarni aniqlagan ham yaxshi. Masalan, -2,5 ko'rib turgansizlar, mana yerda mana lowlar qolib ketgan. Mana shu lowlarni target qilib olsanglar bo'ladi. Mana shu -2,5 orasidagi. Yana dars mobaynida ko'rsataman chartlarda qanaqa belgilab olishlarini. Bo'lmasa hozir misollarga o'tamiz. Hop, sizlar bilan mana endi misollarni ko'ramiz. Bu Nasdaq charti 1 soatli time frame'da. Hop, bizda hozir nima kuzatilmoqda? Ko'rasizlar, yana narx tepaga qarab ketyapti. Yana bitta narsani unutib qoldiribman, o'shani aytib o'tay hozir. Bizga standard deviation'da tortishimiz uchun kutishimiz kerak narx manipulyatsiya qilishini. Birinchi manipulyatsiya qilib olib, mana undan keyin MSS berib, keyin pastga qarab tushib ketishini. Manipulyatsiyani o'tgan, ya'ni o'tgan nima dedim, u oldingi darsda o'rgatganman. Oldingi darsda ko'rasizlar bo'ladi. Ya'ni AMD modeldan foydalanib qilsa bo'ladi bitimga. Hop, mana shu manipulyatsiyani biz masalan, mana yerda manipulyatsiya bo'lgandan keyin narx MSS va mana shu nuqtadan biz OT tortamiz. OT ya'ni MSS bo'lgan joyiga tortsak, mana bizda уже уровеньlar mana shu yerda kelib chiqadi. Biz retestda yoki ikkinchi MSSda yanayam kuchliroq bo'ladi. Mana o'shanda kirib olsak bo'ladi bitimga. Xo'p, hozir men sizlarga mana chatda настройкамni ko'rsataman. Xo'p, mana bu joyda mana standard deviation'da настройкасini shu backgroundlar bilan ko'ra olsanglar bo'ladi. Mana настройкasi men mana bu rang belgilaganman. Mana backgroundni ham rasmlab olsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerga bekor chizib qo'ying. Mana endi 1 soatlik chartni yurgizib ko'ramiz. Hozir narx ko'ryapsizlar, tepaga qarab ketyapti. Bizda hozircha narx yana tepada o'sishda davom etmoqda va mana bu joyda ko'ryapsizlar, reversal bo'lgan. Mana shu joyda mana reversal bo'lgan. Bu yoqda bizda manipulyatsiya kuzatilgani uchun mana hozir bu yoqni belgilaymiz. Mana bu joyda bizda narx katta manipulyatsiya qilib, tepaga chiqib, mana bu likvidatsiyalarni olib, mana endi bizga reversal bermoqda. Xo'p. Mana bu reversalni biz ko'rishimiz mumkin. Bu reversaldan mana endi biz nima qilamiz? Standard deviation tortamiz. Hop. Bir nuqtani bu yoqqa qo'yib, 0 da mana bu lowga qo'yamiz. Mana endi qarasak, mana bizda уже -1, 2,5, 4 nuqtagacha narximiz turibdi. Xohlasak mana bu mana order blokdan ham qilsak bo'ladi. Mana shu order blokni kutib kirsak ham bo'ladi. Qarang, narxni yurgizamiz. Bizda narximizni ko'ryapsizlar, likvidatsiya qilib yana bir marta kelib turib, mana yerga shaylani yechib, pastga qarab tushib ketsa kerak. Mana shu ko'ryapsizlar, narximiz уже o'zini trendi bo'ylab ketmoqda. Hop, -2,5 nuqtani belgilab qo'ysak,
Mana shu narximiz bu nuqtaga yetib keldi. Hop, ko'rasizlar, qanaqa belgilashdi? Bizda MSS bo'ldi. Mana shu MSSdan biz standard deviation tortib turdik. Hop, -2,5 likvidностьlarni bizda yechmabdi, lekin menimcha SMT bo'lib qo'ygandir. Yechmasdan bu yerda mana yana bitta MSS manipulyatsiya qilib bu joyda manipulyatsiya qilib MSS qildi. Hop, yana biz nima qilamiz? Bir nuqtani mana bu low'ga, nolni mana bu high'ga qo'yamiz va ko'rasizlar, bizda уже yana nuqtalar paydo bo'ladi. Shu yergacha ishlab olsa bo'ladi. Hop, hozir men sizlarga yana bitta narsa tushuntirib o'taman. Shu nuqtalarda qanaqa belgilash kerakligini. Biz bu nuqtalarda qanaqa belgilash kiritamiz. Hop, faraz qilaylik, bizda narx tepdagi masalan buy trenddan уже sell trendga o'zgardi. Ya'ni MSS berdi. Mana bu joyda. Bizga MSS berdi. Bizga MSS bergandan keyin biz nima qilamiz? Bir nuqtani mana bu high'ga, nolni low'ga qo'yib, ya'ni MSS bergan joyga qo'yib, mana shu -2,5 yoki -4 nuqtagacha ishlab olamiz, to'g'rimi? Mana endi shu joyda bizda -2,5 torlarda nima bo'lishi mumkin? Bizda har xil likvidностьda bo'lishi mumkin. Bu joyda masalan FVG yokida, ya'ni FVG ham o'zi kichkina time frame olsa, o'sha yerda likvidnost qoldirib ketgan bo'ladi, yasalgan bo'lsa. Yokida low'lar, yokida o'ziga tortuvchi FVG nuqtalar bo'lishi mumkin. -4da bir xilda mamlakat holati ham bo'lishi mumkin. Masalan, yana bitta narx tepaga chiqib, bitta razvorot berdi. O'sha razvorotni yana bitta tortsa, masalan, mana bunaqa chiqib keldida, mana bu yerdagilarni yechib, bu yoqdagilarni ham yechib MSS berdi. MSS bergandan keyin bizda masalan yoki kichkinaroq qilib olsak, hop, bu yerda mana nimani ko'ryapsiz? Ko'rsanglar mana -4 bilan -2, -2,5 bir-biriga nima bo'lib qoldi? Bir xil joyda bo'lib qoldi, to'g'rimi? Mana shuni o'zi ham bizga nima deydi? Ya'ni kattaroq plyus beradi o'shagacha ishlashimiz uchun. Ham -4 bu yoqda. Bu yoqdan ham razvorot qilib ketish mumkin, ham -2, -2,5. O'sha yerda orasida ham FVG yoki likvidностьlar bo'lsa, ana o'shagacha ishlab olsak bo'ladi. Ya'ni high low'lar, swing high, swing low'lar likvidnost bo'ladi. Hop, tushundinglar degan umiddaman. Hozir sizlar bilan yana example ko'ramiz. Hop, example'da birinchisi mana bu joyda bizda narx razvorot oldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, main lekin low'da yechmadi. Bu yoqdagi low'ni yechmadida, navorot mana shu -2,5dan nima qildi? Razvorot olib tepaga qarab ketmoqda. Bu yoqda nima bor? Bizda mana -2,5 nuqtani bu yoqqa belgilab qo'ysak, hop, bizga hozir nima kerak? Masalan, mana bu -2,5 nuqta. Buni rangini qilamiz. Va -4 nuqtada bizda likvidnost, ya'ni high resistance liquidity bor. Buni ham men dars o'rgatganman.
mana shu nuqtagacham ishlasak bo'ladi. Hop, mana yurgizib ko'ramiz. Biza narx ko'rayotgan bo'lsak, mana bu order blokdan rex hop ketyapti tepaga. -1 nuqtaga keldi. Ko'ryapsizlar, retest beryapti pastga qarab. Hop, bizda pastga yana retest. Chizamiz. Bizga bitta indikatorda qo'shib qo'ymaydi. Menimcha bu indikator ishlamadi. Ya'ni o'zinglarga qulay bo'lish uchun kunlarga bo'lib qo'ysanglar bo'ladi-da. Hozir bu yoqda kunlarga bo'linmagan. Hop, o'tkazamiz narxni. Уже mana ko'rasizlar, mana bu likvidностьni oldi. Bizda mana bu joyda yana manipulyatsiya qilgan. Hop, hozir sizlarga hozir yana o'tkazib ko'rsam. Hop, maytga qarasak, bizda mana bu lowda narx olib turib, ya'ni bu yerda to'rtta degan bo'ladi. Fake breakout qilyapti. Bir xil o'sha joydan ishonib sellga ketishi ham mumkin deb maytdan MSS bo'lib turishi mumkin. Bu yoqda navrati narx likvidatsiya qilgan. Buni double approach ham deydi. Mana bu joyda yechganmikan? Yo'q, bu yerda double approach bo'lmabdi. Hop, bizda narx mana shunaqa likvidatsiya qilgandan keyin bu yoqda MSS bergan, maytdan ham tortsak bo'ladi. Ya'ni bir nuqtani lowga, nolni tepaga qo'yib. Chunki har doim anons agar tepaga qarab o'tmoqchi bo'lsa, ya'ni buyga tortmoqchi bo'lsak, har doim bu pastdan tepaga tortilishi kerak. Agar sellga tortmoqchi bo'lsak, tepadan pastga. Bir har doim tepada bo'lishi kerak. Sell bo'lsa, buy bo'lsa, bir pastda bo'lishi kerak. Hop, kuzatamiz narxni yana o'tkazib. Bizda narx yana tepaga qarab chiqib ketmoqda. Joyini belgilab qo'yamiz. Hop, mana bu joyda yechib pastga tusharmikan? Yo'q, yana tepaga chiqdi. Keldi -2 nuqtamizga. Hop, mana bu joyda lekin biz razvorot ko'ryapmiz. Ko'ryapsizlar, agressiv tushish bu. Bu yoqda agressiv tushish bo'lyapti. Ham bizda MSS bergan. Ham bu yoqda mana bu joyda manipulation qilgan, mana bu yig'ilib qolgan joyda. Bu joyda manipulyatsiya qilgan. Manipulyatsiya qilgandan keyin ana endi biz nima qilamiz? Pastga qarab tortamiz, to'g'rimi? Ya'ni tepadan pastga. Mana bizda -2,5 nuqtalarimiz bor va yana bitta narsani biz unutmasligimiz kerak. Mana shu nuqtada bizda yanayam tasdiq bo'lish uchun tortuvchi nuqtalar kerak. Ya'ni lowlar yoki FIJ nuqtalar dedim. Hop, bu yerga qarasak, bizda nima bor? Mana bu FIJ bor ekan. Bu FIJni 50% belgilaymiz. 50% ham o'ziga как раз mana bu joylarga to'g'ri kelar ekan. O'ziga tortadi. Belgiladi 50% hamda mana o'zi ko'ryapsizlar, bir-biriga yaqin, ya'ni lowlar bor. Xohlasak mayli, mana shu lowni ham qo'shib belgilaymiz. Hop, ana endi kuzatamiz.
Bizda narx mana bu joyda manipulyatsiya pastga tushyapti. Hop, mana -2,5 nuqtaga narx keldi. Targetimizga xohlasam manipulyatsiya qilganda kichkina time frame'da ilova olsak ham bo'lardi. Yaxshi setup bergan ekan. Yana kuzatamiz narxni. Hop, bizda yana narx tepaga qarab chiqyapti. Hop, hop. Bu joyda mana bu joyda MSS tortsa bo'ladimi? Agar chunki SMT bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-da bu yoq. Katta ehtimol. Mana shu joydan biz tortamiz. Agar ketib qolsa xato qilgan bo'lamiz. Lekin qarasak, tushishga sabab bor hamda chunki qayerda low, bu yoqda low, PTFVD -4, -4,5. Hop, belgilaymiz va mana yerda PTFVD bor. Ko'ryapsiz, hali 50% yopilgan u. 50% dan ketgan, ya'ni ketgan low ham bizga qiziq low hisoblanadi. Belgilab qo'yamiz bu yerda. -4 nuqtani -2,5 o'rtasi. Bizda uchun narx o'tgani tushgan. Mana tushib bu yoqdan razворот olyapti ekan. Chunki bu yoqda highlar ham yig'ilib ketibdi. Yo'q, meniki yechdi. Bizda уже buzibdi. Buncha bu nuqtani kutgan bo'lsa kerak. Yokida -4. O'sha mana bu nuqtani oldim. Narx. Yechib ketdi. Mana ko'ryapsizlar, birma-bir -2,5 qolib ketgan ekan. Belgilab qo'ysak ham bo'ladi. Xohlasak ataga uni belgilash shart emas. Ko'ryapsizlar, hamma joydan mana -2,5 da nima bor? O'sha nuqtalarni topyapman. -4 ga chiqqani sababi bu yoqda highlar yig'ilib ketgan. Qolganini mana ko'ryapsizlar. Hop. Bu yoqda mana -2,5 ga chiqqani sababi bu yoqda nima? Mana bu joyda mana highlar yig'ilgan ko'ryapsizlarmi? Highda narx olib turib, keyin pastga qarab razворот qilib ketdi. Mana bu yoqda hammasida mana sabablar bor. Balki mana shunaqa sabablar bilan qidirsanglar, ancha yaxshi ko'rasizlar. Hop, standard deviation boshlang'ichi keyingi darsda o'sha accumulation, manipulation, distribution bilan birga qo'shib ishlatish ko'rsataman. Top down analiz ham qo'shaman, ya'ni katta time frame'dan kichkina time frame'ga tushib kelib, mana shu setuplarni to'g'ri, ya'ni bir-biriga joylab o'tish kerak. Shunda sizlar o'zi ko'pincha xudo xohlasa mana shu darslarni tugatgandan keyin bo'lib qolsa top down analiz chiqaraman. Ya'ni top down analiz bu nima degani? Bu bitimga kirsam, mana shu bitimni men razgovor qilib berishim kerak. Yokida qaysidir eski bitimni olamizda, nimaga bu bitimga kirdim, qaysi tomonlama kirdim, nima sababdan, hammasini ko'rib chiqamiz. Hop, hammaga rahmat. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Like va podpiska unutmanglar. Agar kimda kim ICTga qiziqayotgan bo'lsa, o'rtog'inglarga tashlab qo'yinglar. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.